Katta rahmat ommaviy axborot blogerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli, haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsa, men rahbar sifatida minnatdor bo'laman ularga. Assalomu alaykum, mehribon duogo'ylarimiz, Mehridaryo kuzatuvchilarimiz, hammalaringizga ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Allohim tutayotgan ro'zalaringizni nimaki tilaylaringiz bo'lsa, Allohim ijobat qilsin, niyatlaringizga yetkazsin. Men kuni kecha video qo'ydim, juda ham xursand bo'ldim. Yarim ko'nglimni to'ldirgan yaxshi insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Bolajonim uchun duo qilayotganlardan avvalambor qo'llarini ochib duoga qo'llarini ochib chin dildan yig'lab o'z farzandidek duo qilayotgan Mehridaryo qalbi pok insonlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ikki dunyo ajri savobini bersin. Yana g'oyibona bolam uchun ihson qilayotgan insonlardan ham bilmadim kimlardir ihson qilyapti bolam uchun. Albatta qilayotgan ihsonlaringizni Alloh dargohiga qabul qilsin. Allohim nimaki tilayda ihson qilayotgan bo'lsalaringiz barchasini ijobat qilsin. Allohim ikki dunyo ajri savobini bersin. Ilohim mehr bilan, niyat bilan o'stirayotgan farzandlaringiz nimaki niyatda o'stirsalaringiz Allohim shundan-da ziyoda qilsin, umrini uzoq qilsin. Mana bugun mening bolajonim 29 yoshga kirdi. 24 yoshida shu holatga tushgan bo'lsa, 29 ga kirdi. 5 yil gapirmaydi, o'zidan ovqatlanmaydi. Allohga ming shukr qilib yashayman. Ko'zim ko'ryapti, quchoqlab quchib o'pa olyapman. Ko'zlarini qimirlatib bo'lsa ham yashash uchun mo'ltirab harakat qilyapti. Farzand dog'i birdan ketma-ket Allohim bizga shunaqa sinov berdiki, farzand dog'i, farzandimning dardi. Birdan ikkita katta farzandim. 23 yoshli Dilshodjonim. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Qabrlari berkat bo'lsin. Dunyoda va ota-onalar uchun hech qaysi ota-ona bolam deb yig'lamasin. Hech qachon yig'lamasin. Men shu bolam uchun shu ulug' kunlarda duo qilganlardan, ihson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Bu mashaqqatli yo'llarda kimlargadir sarg'aydim, kimlardir ta'qib qildi, kimlardir g'iybat qildi, kimlardir dilimni og'ritdi, kimlardir qon yig'latdi, kimlardir eshigidan sarg'aytirib qaytardi. Mayli, hammamiz Allohimni sinovli dunyosidamiz. Hammasini ko'rguvchi, bilguvchi Allohim bor. Lekin Allohga shukrona qilamanki, yaxshi insonlar ham dunyoda juda ham ko'p ekan. Farzandim uchun hech qachon to'xtamayman, doim harakatda bo'laman. Mana shu bolam uchun aldanib boshqa karta raqamlarga pul tashlab qo'ymayman. Chunki men bolamni videolari tarqalib ketdi. Hatto shu ro'za Ramazon oyida ham o'z kartalarini qo'yib, bolam uchun yaqinlari deb o'zlarini kartalarini qo'yib, Allohdan qo'rqmay pul yig'gan insonlar ham bor. Bolajonim operatsiyalari bor, boshini operatsiya qildirishimiz kerak. Albatta, mehribon xalqim tashlab qo'ymaydi, duolarini ayamaydi bolam uchun. Inshaalloh mana o'ziga kelish holatlari boshlandi. Xudoga, Allohga shukr qilaman, ming bor shukr qilaman. Chunki bu Rossiya davlatida operatsiya bo'lganda doktorlar aytgan edi, bola o'ziga kelishda yig'laydi, harakatga kiradi, ovoz chiqaradi. O'sha holatlar bo'lyapti. Bu albatta yolg'iz mani mehnatim emas, sizlarning duolaringiz. Allohim yaratgan egamni
bizga berayotgan mo'jizaviy shifolari. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Doim duoda bo'linglar. Imkon qadar qo'llaringizdan kelgancha bizani unutmang, doimo duoda bo'lib. Yaxshi insonlarga, saxovat kuygan insonlarga, shu ulug' oilada, ulug' kunlarda bizni xabarimizni tarqatib qo'yishlaringizni iltimos qilaman sizlarni. Ilohim, bolajonim uchun ilohim Allohim, kimki duo qilayotgan bo'lsa, kimki qo'llardan kelgancha ihson qilayotgan bo'lsa, har doim duo qilib so'rab turayotgan bo'lsa, Allohim o'zi ko'rguvchi, o'zi bilguvchi zot. Ilohim ikki dunyo ajr savobini bersin, ikki dunyo saodatini bersin. Allohim nima ketirin hali biza ijobat qilsin, hech qachon farzandlari dard chekmasin, farzand dog'ini ko'rmasin. Mana assalomu alaykum. Muhammadjonni kuzatib duoda bo'lib turgan duogo'ylarimiz. Mana biz tashqariga chiqdik. Mana yaxshiman-da o'g'lim. Xudoyim, menga madad ber. Qiynalib ketdim. Sabrim qolmayapti. Nima qilay ayt, Xudojon? Nima qilay? Ayt. Xudojon, o'zing ko'mak ber. Qachonki bu odamlarga yetgan balodan keyin rahmatni yuborganimizda إلى متى سوف أبقى وحيد غريب الديار لقد سرت في غربة ما من صحب ولا رفاق ما من صحب ولا رفاق